Mamlakatimiz prezidentining kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida Namangan viloyatida ham 68 ta mahallalarda aholi tomorqasini suv bilan ta'minlash maqsadida qiymati 86,4 milliard so'mlik qurilish, rekonstruksiya ishlari, 88 ta mahallada elektr uzatish tarmoqlari tortish, temir beton tayanchlar o'rnatish, transformator punktlarini qurish uchun 107 milliard 735 million so'mdan ziyod mablag' sarflanishi rejalashtirilgan. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida Mingbuloq tumanidagi 6 ta mahalla fuqarolari yig'inida sug'orish tarmoqlarini ta'mirlash, 4 ta sug'orish quduqlarini chiqarish, 1.7 kilometr uzunlikdagi ariqlarni betonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Buning uchun 11 milliard 500 million so'mdan ziyod mablag' sarflandi. Shuningdek, elektr ta'minotini yaxshilash, ichki yo'llarni shag'allash uchun 7,5 milliard so'm mablag' ajratildi. Hududdagi tashabbuskor, tadbirkor va homiylar mablag'lari hisobidan sug'orish quduqlariga quyosh panellari o'rnatilgani energiya tejash imkonini berdi. Endilikda mazkur mahallalarda ham xonadon tomorqasidan unumli foydalanish, qo'shimcha daromad olish imkoniyati yaratildi. Tollik mahallasida 512 ta xonadon mavjud. 6 ta ko'chada istiqomat qilayotgan 280 ta oila tomorqasidan foydalanishi uchun suv muammo edi. Dastur doirasida 3 ta tik quduq qazilib, aholining 30 yildan beri qiynab kelayotgan masalaga yechim topildi. Mahallamiz oqova suvdan tomorqadan foydalanish bo'yicha qiynalishardi. 200 ta xonadonga oqova suv bormasdi. Prezidentimiz bizga 3 milliard pul ajratib berishdi og'ir mahallaga. Shu munosabat bilan hozirda bizda drenaj qoqilib, aholiga tomorqasini sug'orish bo'yicha oqova suvlar chiqarilyapti. Hozirda 280 ta xonadonimizga oqova suv yetib boryapti. Bular tomorqasidan unumli foydalanishni boshlashdi. Ilgarilari bu yerda suv chiqmasdi, tomorqadan unumli foydalanmasdik. Hozirda mana tomorqadan suv chiqib, hamma tomorqalarga boryapti. Suv muammosi hal bo'ldi. Buning uchun prezidentimizga rahmat. Prezident qarorining 8-bandiga ko'ra vazirlikda yuqori natijaga erishib kelayotgan ijobiy tajribaga ega 50 nafar hokim yordamchisidan iborat loyiha menejerlari guruhi tashkil etilgan. Uning tarkibidagi har bir hokim yordamchilari respublikadagi tumanlarga biriktirildi va ular 6 oygacha mahallalarga xizmat safariga yuborildi. Toshkent viloyati Zangiota tumani Qirg'uzar mahallasi hokim yordamchisi Asiya Kudayberganova Mingbuloq hamda Norin tumanlariga biriktirilgan. U kelgandan buyon viloyatda jami 70 ta turli yo'nalishlarda loyihalar ishga tushirildi. Asosiy drayveri qishloq xo'jaligi bo'lgan Tollik mahallasi endilikda xizmat ko'rsatish sohasiga ixtisoslashdi. Bu tumanga kelganimizda aynan Tolliq mahallasi qishloq xo'jaligi yo'nalishiga ixtisoslashgan mahalla edi. Bugungi kunda xizmat ko'rsatish yo'nalishiga ixtisoslashtirdik. Aholini talabidan kelib chiqib bo'lyapti hammasi. Qandolat mahsulotlarini ishlab chiqish, aholiga yeyish uchun qulay sharoit yaratib berish, mini kafelar va kosibchilik, tikuvchilik yo'nalishida, xullas o'sha oziq-ovqat yo'nalishlaridagi xizmat ko'rsatish obyektlarimizni ko'paytiramiz. Yo'limiz katta yo'l bo'lganligi sababli bunaqa ehtiyojlar juda ham ko'p. Tadbirkorlarimiz foto zonalar, shunga o'xshagan yo'nalishlarda yana ham ishlar olib borilyapti. Maqsadimiz shu iyul oyini oxirigacha mana shu yo'nalishdagi ishlarimizni ko'paytirish. Bir so'z bilan aytganda, Mingbuloq tumanida ham yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish orqali kambag'allik darajasini keskin kamaytirish yo'lida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Albatta, bu harakatlar bozorlar to'kinligi va narxlar barqarorligiga erishish barobarida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.